Dostlar, sizlar bilan Friend Games kanali. Bugungi videoda do'stlar sizlar bilan Snowboard obbi o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Qani har doimgidek men yonimda Javohir akam. Javohir aka salomlashib qo'ying. Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Robloxda Snowboard o'yinini o'ynaymiz. Videoga like va obuna bo'lishga unutmang, chiqmasin. Qani akalar, bo'lmasa videoni boshladik. Kim birinchi borar ekan? Qani Javohir aka 1 2 3 ketdik. Xullas akalar biz qo'yga o'ynaymiz. Kim birinchi borar ekan? Yuzgacha kim birinchi borar ekan? Ana Javohir akam orqada qolib ketdi. Hozirgina yiqilib tushdi. Javohir akam bilan xullas bellashamiz. Bugun Jasurbek akam yo'q, chunki u maktabiga ketdi. U repetitorga qatnayapti. Qo'shimcha darslarga biz Javohir akam bilan maktabdan kelib hozir o'yin o'ynayapmiz. Zo'r o'yin bu ham. O'yinning nomini описаниеda yoki kommentariyada qoldirarman. Agar kommentni ochib qo'ysam, chunki negativlar bo'lishi ham mumkin. Javohir aka, nechinchidasiz? 6. Men ham 6daman. Bittaga keldim. Xullas akalar, bu o'yinda menimcha eng qiyin joylarini boya ko'rdik. 87 midi? Javohir aka necha edi? 87. 87 bilan 95. 95 ikkalasi juda ham qiyin ekan. Hozirgina buni fonni tugatib chiqdik. Mana tepada rekordimizni yozib qo'yibdi. Plus u rekordni yangilashga ham harakat qilamiz. Men 12 ga keldim, Javohir akamni bilmayman. Xullas akalar, bu yerlardan osongina o'tib keta olamiz, ammo yarimidan yog'i juda ham qiyin bo'lib ketadi degan umidda emasmiz. O'rtacha bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Javohir akam ko'rinmayapti hozircha. Menimcha ular orqada qolib ketgan. Xullas kim uchini hozir bilib olamiz akalar. Men juda tezlik bilan ketyapman. 12daman. Javohir aka nechadasiz? 12daman. Voy, 18daman men, ammo o'lib ketdim. Mana shu yerda o'tolmayapti. Ana Javohir akam kelyapti. Hozir ko'ramiz Javohir aka easy. Ana easy bo'lib turib o'lib ketdingiz. Mayli farqi. Xullas men 21daman. Deyarli. Ana Javohir aka kelyapti. Xullas kim birinchi yutsa shunga priz bor bolalar, ya'ni bu prizimiz. Qilgan shartni bajaradi xullas. Qiyin emas, osonroq shartdan bajaradi xullas. Shunday bo'lsa ham. Men mana 24daman, Javohir akamni yutaman degan umiddaman va Javohir akamga qiyinroq emas, o'rtacha shart beraman. Javohir akam shuni bajarishi kerak. Ammo mana ko'rishinglar mumkin, Javohir akam ham mendan qolishmayapti, mendan ham o'tib ketyapti. Ammo ikkalamiz ham o'lib ketdik. Javohir akam yo'q o'tib ketdi, qandaydir ana. Tepadan hozirgina ko'rdim. Ammo baribir Javohir akamdan o'tib ketaman degan umiddaman. Chunki hali 95-levellarda Javohir akam qiynalib qoladi. O'shanda men ham o'tib ketishim mumkin. Javohir akam ham bu o'yinni o'ynadi, bu ikkalamiz qo'shgandik, ammo video olinmagandi. Keyin boshqatdan video olyapmiz akalar. Video juda ham xirami, shunaqa bo'lib qoldi. Xullas, videoni o'chirib tashlashga majbur bo'ldik. Mana Javohir akam ko'ryapman, juda ham aldiga ketib qoldi. Hozir o'tib ketishga harakat qilamiz do'stlar. Mana shu yerda bitta xato qilsa zo'r bo'lardi, bizga foyda bo'lardi. Yo'q, biz emas, Javohir akam mana kutyapti ekanmizni. Yo'q, men o'lib ketdim. Ana Javohir akam ham o'lib ketdi. Javohir akam bilan tenglashib oldik deyotgandim akalar. O'lib ketdim, mana Javohir akam ham o'lib ketdi bu yerda. Men bu yerdan o'tib ketdim, Javohir aka, sizni bilmayman. Men 35-chi xullas 35-chi checkpointgacha boryapman. Mana 35-chi checkpointga ham keldim. Ya'ni 35% bo'ldi, tepada ko'rishinglar mumkin. 36 bo'ldi. Javohir aka menimcha hali ham 34 da bo'lsa kerak. Javohir aka 36, men o'tdim 36dan. Va men 38 ga keldim akalar. Javohir akani bilmayman. Xullas mana shu yerda o'lmasdan o'tib ketishdi. Juda ham qiyin o'lmasdan o'tib ketish. Xullas men ammo o'tib ketdim. Javohir akani o'tib ketsa kerak. Boya o'ynaganimizda juda ham qiyin o'tdik. Mening ko'p narsa yodimda. Hozir mana shu yerda ana mana shunaqa narsalar chiqadi hozir rang-barang.
LGBT deb komment yozmanglar. Komment baribir o'chirib qo'yaman akalar. Xullas yarmiga kirishimizga ham sal qolyapti. Va mening yonimda bitta qiz yuribdi. Bu qizni o'tib ketdim men xullas akalar. 44 daman men. Va mana 45 daman xullas. 46 ga sal qolyapti va men 46 daman. To'g'ri aka nechadasiz? 42. Ammo men 46 daman. Mana shu yerda o'tib ketdim akalar. Xullas akalar, tepadagi rekordni ham yangilashga harakat qilamiz. Tepada mana poyezdning bu yog'ida yozib qo'yibdi. 12 minut 10 sekund bo'ldi. Bizning rekordimiz. Hozir shuni yangilashga harakat qilamiz. Boya o'ynaganimizda shuncha yutganmiz. Xullas Javohir akam hali nechidadir yurib xullas 45 ta ekanlar. Xullas men aniq Javohir akamni yutaman degan umiddaman, chunki boya o'ynaganimizda Javohir akamdan ozgina qolib ketdim. Hozir yaxshigina tayyorlandimdagin Javohir akamni yutishga harakat qildim xullas. Hozir Javohir akam bilan gaplashamiz, qanday qilib ketaman degan umiddaman. Boya yutqazdim 1-0 bo'ldi. Endi 1-1 bo'ladi degan umiddaman xullas. Akalar men o'ta qiyin joylarga keldim, chunki 50 dan buyoqdaman. 53 daman men. Javohir akam esa 48 da ekan. Va mana boshlandi akalar. Bu yoq qiyin mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda chavatlik yo'llar, bu yerda shakirmasak o'lib ketishimiz mumkin. Va mana 56 ham qiyin edi, mana bu lazerlar yurib turadigan joy. 56 ham qiyin edi, ammo bundan bir deganda o'tib ketdik. Hozir qiyinlari, ya'ni jo'stilari oldinda. Mana mashqlar ham normal qiyinlik. Hozir mana shu yerda bitta qorada bir qiyin joy chiqadi. Mana shu yerda 3-4 marta o'lib keyin o'tdim men. Javohir akam ham 1 marta o'ldidan keyin o'tdim. Va akalar men 60 ta bitirdim mana. Mana mashqlarni yo'q bu emas. Juda oson. Shunga o'xshash joy, ammo bu yerda bo'lmaydi. Botmanda bot. Javohir aka nechadasiz? 54. Men 61 daman. Xullas akalar, Javohir akam 54 da, men esa 61 daman xullas. Bu yer ham normal qiyin ekan, 2 marta o'lgandan keyin o'tdim. Bu yer oson deb umid qilaman. Juda ham oson bo'ladi. Faqat sakrasa, yurasa bo'ldi. Va endi bu yerda tepalikdan pastga olamiz. Bu yerda ham mana chalatib yo'llarni qilib qo'yishgan xullas. Va mana akalar, normal qiyinlikdagi narsalar bu yerda juda ham ko'p sakrab bormaslik kerak, chunki juda ham ko'p sakrab bordilar. Mana shu juda ham qiyin akalar. Mana bir deganda o'tdim akalar. O'rganishib ketdim, chunki 3-4 marta o'tib o'rganishib ketdim bu yerdan. Javohir akam orqada qolib ketdi menimcha. 67 da 67 da mana akalar xullas. Va bu yerda mana bunaqa narsalar bor. Bunday wow! Akalar meni uchirib yubordi, ammo yo'q, o'lmadim akalar. Biz 70 ga yuborib yubordi meni. O'shani 70 ga yuborib yubordi akalar xullas. Tepaga uchirib yubordi. Bu degani yaxshi, sizga yaxshi xullas. 71 daman. Deyarli tugatdim men. Javohir akam bilmayman, men deyarli tugatdim akalar. Ana mana yarimiga ham keldim xullas. 73 daman. Va mana bu yerda ham harakatlanuvchi lazerlardan o'tdim. Va mana bu yerlardan bemalol o'tib ketyapti. 75 daman. Va Javohir akam bu paytda nechadaligini bilmaymiz. Javohir aka nechadasiz? 63 da ekan. Xullas bizga ham kelishiga oz qolibdi. Biz ammo 76 damiz. Oz emas, normal o'rtacha. Xullas bu yerdan ham akalar oson joylar, faqat sakrab o'tib ketamiz. Tegmaydi ana halqachalarga. Va bu yerlar ham oddiy. Akalar shunaqa obbilarni o'ynashimizni xohlasanglar, albatta like bosinglar. Qanaqa obbi o'ynashimizni ham kommentda yozib qoldiringlar. Albatta kommentni ochib qo'ysam. Chunki kommentda negativlar bor.
uchun ochib qo'ymayman buni. Botlar deb yozadiganlar ham bor-da. Sizlarni bir qo'limda o'taman, hammen botdan qarorchi deganlar ham yo'q emas oramizda va mana 69 ekan to'g'ri ekan, men 81 daman. U yerdan o'tib ketdim men degan umiddaman. Devorda hamma o'ta oladi. Va mana akalar bu yerda ham o'rtacha qiyinlikdagi narsalardan o'tyapmiz. Zadeshka bo'ldi. Yo'q. Agar qarshi bu yoqdan o'tib ketamiz, osonroq. O'zimizni qiynamaymiz. Opa, mana akalar. Xullas mana 83 ga keldik, 83. To'g'ri ekan betdan bittasi, ammo men ham betdan o'tib ketganman ko'p. Mana endi bu yerlar. Ay! Bu yerlar ko'p emas menga. Deyotganmi? Tushib akalar. Xullas ko'p emas, hozir o'tib beraman. Easy. Faqat qo'shib o'tib ketdim. Ko'rmadim. Akalar mana 87 tomon ketyapmiz. Ya'ni o'lim tomonga olishyapmiz. Xullas 86 damiz va mana akalar bu sizlarga aytgan 87. Bundan ham qiyinlari bor hali, ammo hozircha eng qiyin shu bo'ldi boya. Chunki shuni 3-4 martada o'tdik. Hozir esa 1 martadan o'tib ketdim. Chunki bu o'yinni biz 3-4 martalab o'ynadik va o'rganib oldik. Mana 90-ga ham keldik. 90-chi ham o'rtacha qiyinlikda, bundan ham 3-4 marta nima qilib o'tgandik hammamiz. Ammo men bir deganda ham o'tib ketaverdim bu kunda. Ba'zi vaqtlarda bir deganda ham o'tib ketdim xullas. Bu yer ham oson. Nima qilib urinsanglar xullas. Mana 91 ham normalniy qiyinda akalar. Va 92, 93 tarafga. Mana 93 ham normalniy qiyin. Bunda ammo yurmaydi, bu narsalar yurmaydi. Просто mana shunaqa ikkida o'tib ketadi yoki ikkita o'tib ketadi. Oson bu ham. Ammo bu yerdan ham 3-4 marta yiqilgandik, yodimdan meni. To'g'ri ekan, bu yerdan yiqilgandi degan umiddaman. Mana yiqilgan shekilli. O'yinchi va bu yerdan juda ham tezlikda ketamiz. Va mana parkurchadan men bu yerdan 3-4 marta yiqilib o'tdim. Ammo rekordni yangilolmayman akalar, chunki rekorddan o'tib ketdik. Qanaqasi endi 3-4 martalab yiqildik, ammo ular bir nimadir qilib 12 10 sekundda borganmiz. Hozir esa akalar 35 bo'lib ketdi. 12 minutda 35 sekund. To'g'ri ekan, bu paytda qayerdan yuribdi xullas, qo'lim kelishmay qoldi. To'g'ri ekan, nechadasiz? 76. Men 96 ni bitirdim akalar. Va mana 97 tomonga ketyapmiz. 97 dan ekan. Va endi bu yerda menga toshlar chiqadi hozir mana. Va aytgandek toshlardan parkur qilamiz. Endi bu yerga tepalikka qarab tushib ketgan bo'ldi akalar, o'zi yutamiz. 99 da tepalikka qarab tushib ketamiz mana. Pastlikka qarab tepalikdan mashinadan sakrab olish kerak. Chunki bu yer ochiq. Va akalar biz yuzda bo'ldik, ammo to'g'ri kutaymiz sizni. Xullas men bo'ldim akalar va bu yerda kim yutgani aniq bo'ldi. Bu yerda men yutdim. Xullas to'g'ri ekan, o'zda endi Robloxdagi xullas bitta shart beramiz. Hozir to'g'ri ekan yutsa bu yerga kelish shart emas. Mayli to'g'riga chiqaring. Hozir men sizga shart beraman. Robloxdagi Liboy bitta o'yindan shart beraman xullas. Yomonlayapti. Hozir kirib olursin, gaplashamiz Johir akam bilan. Mana Johir akam kirdi. 2x tentakyon. Xullas o'zini otini aytmayman. Haqiqiy Robloxdagi otni juda ham uyatliyor. Johir aka qaysi birini tanlaymiz? To'rttasidan. Talab bo'ldimmi? Qaysi birini? Slime'mi? Slime bilan qo'sh tashlayman, qarang. Menda tosh bor edi. Sizda slime bor bo'lsa. Qar ketdik Johir aka, men bilan urushingda ular bilanmi? Johir akam topish kerak endi bu yoqdan. Mana bu mayda-chuydalar yo'q qo'rik.
Javohir aka qayerdasiz? Javohir aka o'lib ketdi. Javohir aka, men sizga vaqtdan ajratib qo'yganman. 3 minut ichida meni 3 marta o'ldirishingiz kerak. 3 minut ichida meni o'ldira olmasangiz, bu shartda yutqizgan bo'lasiz va tan olasiz. Kitobim yopildi deb aytasiz. Javohir aka agar yutqizsangiz, men shartni bajara olmasangiz, shunday deb aytasiz aka. Javohir akam topib olish kerak hozir. Javohir akam bilan jang qilamiz xolos. Qayerdasiz Javohir aka? Javohir aka bu yoqqa keling, men bu yoqdaman. Mana tun bo'pti, bundan foydalanib olamiz deb Javohir akam bilan urushamiz. Bu yoqqa keling, qayerga urishyapsiz? Xullas akalar, mana Javohir akam bilan otishyapmiz. Vaqt mana 40 daqiqa o'tdi, o'ndan 43 daqiqada o'yin tamom bo'ladi akalar. Agar Javohir akam meni 3 marta yutolmasa, unga yana bir shart beraman yoki kitobim yopildi deb aytadi. Ular ikkitasidan birini tanlaydi. Yana bitta shart topib qo'ygandim unga. Ya'ni ikkimachoqda akalar, ikkimachoq o'yinida meni topish kerak. Men ammo yashirinaman, ya'ni Base the Baby o'yinida deb qo'yadi. Oldingi videoda birga bir o'ynaymiz, xullas shunda o'tish kerak men. Ana akalar, Javohir akam o'lib ketdi. Ammo uni men o'ldirmadim. Javohir aka vaqti 2 minut qoldi menimcha. Va 2 minut qoldi Javohir aka. Qani shoshiling. Mayli, pora beraman men sizga, boshqalar bilan o'xshayman. Deb olishingiz mumkin. Yo'q, qaror qarangda, mayli. Osonlashtiramiz. Bu odam meni 3 marta o'ldirsa bo'ldi, yutadi. Bo'ldimi, kelishdingmi? Boy bittasi 3 marta o'ldirsa bo'ldi. Ammo men ham ularga qarshilik qilaman albatta. Va mana bittasini o'ldirib ketdi. Yo'q, voy bilan. Akalar, hali bir marta ham o'lmadim. Javohir akam xullas kitobim yopildi deb aytishga to'g'ri keladi. Yoki-da men kitobim yopildi deb aytaman Javohir akaga. Ikkalasidan biri xullas. Mana Javohir akani o'ldiryapman, ammo o'lib ketdi. Xullas birinchi o'lishim bo'ldi. Endi akalar, men Sashita uchun to'g'ab olaman. To'g'ab olamiz xullas. Bu yerda shartlar berilmagan xullas. Qanaqa o'yin bo'lsa ham meni 3 marta o'ldirish kerak. Qanaqa qilib bo'lsa ham meni 3 marta o'ldirsa bo'ldi. 1 minut vaqtinglar qoldi. Boshqalar yo'qyapti. Mana Javohir akam o'lib ketdi. Javohir aka kitobim yopildi deb aytasiz shekilli. Yo'q, ammo do'stlar, mening ham jonim yo'q. Mana 9% jonim qoldi. Hamma meni otyapti negadir. Markaz yurtdan mana akalar, hali bor vaqt. Mayli, 1 minut qo'shib beramiz. Mayli, 1 minut. 1 minut qo'shib beramiz Javohir akamga. Mana akalar, kirdim. Oxirgi o'lishim shu. Agar o'ldira olsalar yutadilar, agar o'ldira olmasalar Javohir akam kitobim yopildi deb aytib beradi. Agar o'ldira olsalar men aytaman, o'zimni videoga olib kitobim yopildi deb aytaman akalar. Javohir aka, siz meni umuman otmayapsiz, faqat yoningizdagilar otyapsiz. Mayli, nima bo'lsa ham bo'ldi. Javohir aka meni o'ldirsa bo'ldilar 3 marta. Mana akalar, yarim foiz jonim qoldi. Javohir aka, vaqtingiz bor, yuguring. 20 sekund vaqtingiz bor. Qani Javohir akam? Javohir akam o'lib ketdi akalar. Men bu bilan o'shaman hozir. Va akalar, 4 sekund vaqt qoldi Javohir akam. Va men yutdim akalar, bo'ldi mana. 44 bo'ldi vaqtim. Mana 44 bo'ldi. Javohir aka bo'ldi. Kitobim yopildi deb aytadi. Kelishdikki 1 minut qo'shib ham berdim Javohir aka sizga. Yo'q, hozir videoga olaman, shunday aytadi. Hammaga do'stlar, Buloq akamga boya Robloxda yutib qo'ydim, kitobim yopildi.